Yashirin sevgida o'ynagan Zhao Luzi bu aktrisani menimcha hammanglar taniysizlar, lekin afsuski 2024-yilda 14-dekabrda aktrisa "Почти влюбленная" degan daramada snimatsiya qilayotganda syomka vaqtida hushdan ketib qoladi va aktrisani больницаga olib borishganda, afsuski 18-dekabr kuni aktrisa больницаdan nogironlar aravasida chiqib keladi. Shundan so'ng aktrisa butunlay yo'q bo'lib qoladi va 2025-yilning 1-yanvarida aktrisa ommaga chiqib hammasini aytib beradi. Aniqlanishi bo'yicha 2019-yildan beri aktrisa bilan juda ham yomon narsalar ro'y bergan. Bu vaqt ichida aktrisa turli xil og'ir kasalliklarga chalingan, lekin afsuski u agentsiyasi tarafidan, Cool Entertainment tarafidan tinimsiz ishlatilgan va grafikida umuman выходной kun bo'lmagan. Shundan so'ng aktrisaga diagnoz qo'yiladi: og'ir depressiya va тревожное расстройство deb, va 2025-yilning o'rtalarida aktrisa agentsiyasini sudga beradi. Aktrisaning aytishi bo'yicha, uni agentsiyasi qiz kasal bo'lganda ham yoki o'zini yomon his qilganda ham doim tinimsiz ishlatgan va og'ir kasal bo'lib ishlamay qolgan kunlari uchun esa $280,000 shtraf undirilgan. Va shundan so'ng aktrisa 2026-yilda noyabr oyida o'zining konsertini beradi va konsertda juda ham yig'laydi. Men o'ylagandimki, men hech qachon endi oyoqqa tura olmasam kerak. Men bu vaqt ichida na tura oldim, na yura oldim, na bir narsa yeya oldim deb aytib beradi. Bu narsani videoda ham ko'rishingiz mumkin. Aktrisa juda ham yomon ahvolda bo'lib qoladi. Bu voqealardan so'ng esa aktrisa yaxshilab davolanib, o'zining agentsiyasidan chiqib ketadi va o'zining kichkinagina agentsiyasini ochadi. Hozir aktrisa yana hayotga qaytyapti va sekin-sekin daramaliga tushib boshlayapti. Bu aktrisa yana kimga yoqadi? Izohlarda yozib qoldiring. Aytgancha obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan Dilbar.